Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramımızda görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitay Dövlət Müdafiəsinin peshqadam polkovniki Dai Shu Xitayğa eng cho'ng tahdidning Amerikaning Uyg'urlarni qurollantirishi ekanligini aytgan. Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi Xitoy Davlat Mudofaasining peshqadam polkovniki Dai Shu bilan ma'lum bir shaxsning xususiy paranglari torda oshkorlanib qolgan. Xalqaro Davlat Mudofaa Universitetining professori, Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi Davlat Mudofaasining peshqadam polkovniki Dai Shu 2009-yili 20 noyabr kuni ogohlantirib, "Men shuningga ishonamanki, eng cho'ng tahdid Jungo bilan Amerikaning orasida cho'ng bir to'qinish shakllansa, Amerika 300 mingdan 500 minggacha bo'lgan Uyg'urni qurollantirib, bizning g'arbdan sharqqa uzangan gaz turbimizni darhol uzib tashlashi" deganimda, bu rahbar buningga hayron qolgan. Yig'indan keyin bu rahbar men bilan xususiy yig'in ochib, atdigan soat 4 gacha paranglashgan edik. Biz azaldan Sharq Turkiston masalasini bu usulda o'ylab boqmadik degan. Men uningga albatta siz askar emassiz, terrorlikqa qarshi turish farishasi sifatida o'ylay olasiz. Terrorlikqa qarshi turish faqat ko'rinish. Men burun aytgan, ko'rinishning orqasida haqiqat bor. Haqiqatning orqasida universal haqiqat bor deganimda u hayron qolgan. Chunki u doim terrorlikqa qarshi turishga markazlashatdi. Men uningga mana bu eng jiddiy ish. Hozir to'g'risini aytganda, agar Amerika qurol bilan ta'minlasa, 100 ming qurollangan Uyg'urni tashkillash masala emas. Bu eng cho'ng tahdid. Sharq Turkistonning ahvoli bek jiddiy degan. Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasi 5 mart kuni Xitoyning Amerika bilan bo'lgan qarshilashishda mayli savdo urushi bo'lsin yoki boshqa har qanday urushga tayyor ekanligini aytgan. Amerika prezidenti Donald Trump seshanba kuni Kanada va Meksikdan import qilinadigan mahsulotlardan 25% boj edish va Xitoy mahsulotlaridan ilinadigan 20% bojni 2 haftaga chiqarishni qaror qilgan. Amerika oldingi yili prezident nishon qilgan davlatlar, ya'ni Meksika bilan 840 milliard dollar, Kanada bilan 762 milliard dollar, Xitoy bilan 582 milliard dollar bo'lib, jami 2 trillion 200 milliard dollarga yaqin tovar savdosi eksport va import qilgan. Trump vazifalarni o'rinlash uchun jiddiy holat e'lon qilgan bo'lib, bu Amerikaning 1933-yillardan buyon eng cho'ng savdo urushi ekan. Neft, tabiiy gaz va elektr energiyasini o'z ichiga olgan Kanadadan import qilinadigan energiyaga 10% boj ilindi ekan. Sonliq ma'lumotga asoslanganda, Amerikada sotiladigan mashina va yenik yuk mashinalarining 5dan biri Kanada yoki Meksikada ishlanadi ekan. Xitoy Kanada hozirga qadar Amerikaning eng cho'ng xom neft bilan ta'minlaguvchisi ekan. 2024-yili Kanada 98 milliard dollarlik xom neft to'shib, 12 milliard dollar xom neft to'shiydigan Meksikaning oldidan o'rin olgan. Xitoy Amerikani mashina zapchaslari bilan ta'minlaguvchi davlat bo'lib, bultur 18 milliard dollarlik mashina zapchaslari bilan ta'minlagan. Xitoyga qo'yiladigan tamojna bejining Amerikaliklar tayinlagan ko'p xil iste'mol buyumlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Amerika Davlat Mudofaa ministri Pat Hegseth savdo urushi vaziyatni jiddiylashtirayotgan ahvolda Amerikaning Xitoy bilan har qanday urush qilishga tayyor ekanligini aytgan. Hindiston vaqti xabar to'rining 6 mart kunidagi xabarda aytilishicha, Trump Xitoydan import qilinadigan mallarga qo'yiladigan bojni 2 hassa orttirganligini aytgandan keyin ikki taraf o'rtasida jiddiylik ortgan. Amerika Davlat Mudofaa ministri Pat Hegseth harbiy jihatda kuchlanishning muhimligini, Trump bilan Xi Jinpingning aktiv munosabatini, Hindi tinch okean harbiy tayyorligini oldingi o'ringa qo'yishning muhimligini ta'kidlagan. Amerika Davlat Mudofaa ministri Pat Hegseth savdo urushi vaziyatni jiddiylashtirayotgan ahvolda Amerikaning Xitoy bilan har qanday urush qilishga tayyor ekanligini aytgan. Hindiston vaqti xabar to'rining 6 mart kunidagi xabarda aytilishicha, Trump Xitoydan import qilinadigan mallarga qo'yiladigan bojni 2 hassa orttirganligini aytgandan keyin ikki taraf o'rtasida jiddiylik ortgan. Amerika Davlat Mudofaa ministri Pat Hegseth harbiy jihatda kuchlanishning muhimligini, Trump bilan Xi Jinpingning aktiv munosabatini, Hindi tinch okean harbiy tayyorligini oldingi o'ringa qo'yishning muhimligini ta'kidlagan. Amerika Davlat Mudofaa ministri Pat Hegseth chorshanba kuni Beijing savdo jiddiyligini orttirishni o'tirg'a qo'ygandan keyin Amerikaning Xitoy bilan urushga tayyorlanayotganligini aytgan. Pat Hegsethning Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda va do'stlariga qilgan bu so'zlari Xitoyning Amerikada turishliq elchisining agar Amerika urush qilishni umid qilsa, mayli boj urushi, mayli savdo urushi yoki har qanday urush qilishni xohlasa, biz oxirigacha urush qilishga tayyor deganiga berilgan javob bo'lgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 4 mart kuni ijtimoiy axborot vositalarida Amerikaga urush e'lon qilib,
Fentanyl мәселесі Американың Cungo'dan import qiladigan mallardan tamojna bejini o'stirishdagi ochiq bahona. Bizning huquqimiz va manfaatimizni qo'g'dashdagi qarshi tadbirlarimiz butunlay qonunliq va zarur. Fentanyl kriziga Amerikadan boshqa hech kim mas'ul emas. İnsanlıq tuyg'imiz va Amerika xalqiga bo'lgan yaxshi niyatimiz bilan biz puxta qadam tashlab, Amerikaning bu masalani bartaraf qilishiga yordam berdik. Amerika bizning tirishchanligimizni e'tirof qilishning o'rniga bizni ayblab tuhmat qilishga urindi. Hamda tamojna beji qo'yish orqali besim ishlatib, qora chaplamoqchi bo'lyotdi. Ular bizning yordam qilganimizga qaramay bizni jazolamoqchi bo'ldi. Bu Amerikaning masalasini hal qila olmaydi hamda bizning zararlik chekimlikka qarshi so'zlashish va hamkorligimizga buzg'unchilik qiladi. Qo'rqitish bizni qo'rqitmaydi. Bo'za qilish bizga kor qilmaydi. Besim, majburlash yoki tahdid to'g'ri bir taraf qilish usuli emas. Jungoga besim ishlatmoqchi bo'lganlar xato tanlash va hisob ichida. Agar Amerika fentanyl masalasini haqiqiy hal qilmoqchi bo'lsa, barobarlik asosida Jungo bilan maslahatlashishi lozim. Agar urush Amerikaning orzusi bo'lsa, mayli tamojna beji bo'lsin, savdo urushi bo'lsin yoki boshqa har qanday urush bo'lsin, biz oxirigacha jang qilishga tayyormiz degan. Xitoy dengiz armiyasi Amerikaning G'arbiy dengiz qirg'oqiga yaqin Amerikaning Janubiy Tinch okeanidagi ittifoqdoshi Avstraliyani aylanib yuradi ekan. 370 dan ortiq paraxod bilan dunyodagi eng chong dengiz armiyasiga ega deb qaralgan Xitoy yer sharidagi harbiy ta'sir kuchi va mavjudligini kengaytib, Amerikaning dengizdagi hukmronlik o'rniga jang e'lon qilgan. Hindiy okeanga tutishadigan Avstraliyaning G'arbiy dengiz qirg'oqiga yaqin Xitoyning dengiz armiyasi mavjudligi Charlig'icha boshqarilgan bomba va torpeda bilan qurollangan Amerikaning yadro energiyalik suv osti paraxodi USS Minnesota paraxodi bo'lib, 25 fevral kuni Avstraliyaning G'arbiy Avstraliya dengiz armiya bazasiga to'xtatilgan. Avstraliya davlat mudofaa armiyasining xabariga qaraganda, Xitoy paraxodlari shu yer vaqti dushanba kuni atdigangacha G'arbiy Avstraliyaning markaziy Pertning sharqi janubidan 305 dengiz mili yiroqlikda mashg'ulot qilgan. Sharqi Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin A'lo apandi ijtimoiy axborot vositalarida buningga 3 mart kuni inkas qaytirib, davomlashayotgan urush bayoni Xitoyning Mao davridan boshlab uzun zamonlardan beri g'arb bir qog'oz yo'lvos deb mingsi yo'lgan oshqun millatchi Xitoylarning g'ururini paypilgan. Xitoyning urush paraxodlarining Avstraliya atrofida bexaraman aylanib yurganligiga doir oxirgi dokladlar bu g'urur tuyg'usini kutilmagan darajada yuqori ko'targan. Bu yangi bayqalgan ishonch Xitoylarning texmo jasorat va ig'vogarchilik bilan harakat qilishga ilhom berish bilan birga Avstraliyani o'z ichiga olgan g'arbga jang e'lon qilib, ularning qog'oz yo'lvos yoki texmo qo'rqinchli narsa ekanligini oshkorladi. Avstraliyaning obraziga bo'lgan ziynini Avstraliyaning keyin qilmoqchi bo'lgan hozir va keyingi ziyonni kontrol qilishidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi dedi. Rahmat kunlaridagi nida Burhan Muhammad. Donolar kishining inson ekanligining alomati uning shahvat va havoyi havaslarining tizginini qo'lga olishi bilan bilinadi deb ko'rsatdi. Kontroli ostida bo'lishi kerak bo'lgan narsalarning tizginiga tushib yashash, qo'l ilkida tutish kerak bo'lganning quli bo'lishni kurash yo'li qilib olish, umrni sarf qilishga arzimaydigan, hayotni tegishtirishga yaramaydigan narsalar uchun qon ter to'kishni yashash prinsipi qilib olish, kunimiz insonlari taqobil turishdan ojiz kelayotgan cho'ng buhronlardan biri bo'lib qoldi. Tafakkur qilg'ichi jonliq bo'lishdek insonga bo'p keladigan moyatlik ta'birdan iqtisodiy jonliqqa aylantirib etilish, mukallaf va musharraf inson kategoriyasidan tabiatdagi aqlsiz jonliqlar misoli iste'molchi jonliq kategoriyasiga kirib qolish zamonimizning buyuk fojiasi. Bundaq bir qismatga petib qilish insonlikning bundan burungi davrlarga qaraganda bu zamon insonlarining rabboniy yetaklashga naqadar muhtojligini, mexanikalashgan ma'rifatchilikning kishanlaridan ör bo'lib, hidoyat nurining yo'riqligiga erishtiradigan samoviy yetakchiligiga naqadar muhtoj bo'layotganligini ko'rsatib bermoqda. Darvaqa barcha qulluqning yildizi bo'lmuş nafs qulluqi har bir inson vujudiga qurgan saltanatini kuchaytmoqda. Vabo misoli yamirmoqda. Muborak Ramazon oyida turibdimiz. Bilsak bu oy silkinish oyi, bu oy nafsimizni tarbiyalash oyi. Mehri shafqat tuyg'ularimizni uyg'otishning, insonlik burchimizni yodga olishning, qashshoqlik vabosidan qutulishning, inson vujudiga hokim mutlaqlik taxtini qurish qo'yidagi nafsning saltanatiga qarshi isyon ko'tarishning, yovga qarshi jihodning tunji o'tkili bo'lgan nafs jihodini manevr qilishning, ruh qo'shinlarini mashqlantirishning oyi. Bu oy yana irodani tovlashning, aqlni sozlashning, iymonni poklashning, sadoqatni kuchaytirishning, chidamliqlikni oshirishning,
sabr-toqatni yuksak qilish va itoat bilan osiylik orasiga chegara qo'yishning insoniylikni shaytoniylik iskanjasidan xalos qilib, rabbaniylik bo'stonligiga elib chiqishning mavsumi. Bu oy eng oldi bilan Allohning oyidir, Qur'onning oyidir, Qadr kechasining oyidir, poklanish oyidir, rahmat oyidir, mag'firat oyidir, duo oyidir, ijobat oyidir, nijotlik oyidir. Allah bu ayga müyəssər qılğan hər bir bəndisini mübarək ayının xeyirliklərindən nisib qılsın. Bu ayının xeyirliklərindən erkin bəhrəman buluş fürsətindən məhrum qalğan xalqımızga Allah mədət bolsun. Niyetlərə görə bu ayının əcr və savablarından bəhrəman qılsın. Bu məhrumluqның səbəbkarları bolğan, örlük və əqidenin düşmənləri bolğan, şundaqla Allah və Rəsulunun düşməni bolğan müstəmlikçi zalimlardan bu qarzni tölətiş, ör və müstəqil tuproqlarida ushbu ayının xeyirliklerindən qiyometga qadar nisivlanish fursatini bu millatga tekrar nisib qilib bersin. 2025 yılı 3. ayının 6. günü. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.